Assalomu alaykum. Jombo koreys tili maktabidan Zafarjon ustoz bo'laman. Bugun sizlar bilan kuni kecha 99-topik imtihonini topshirib chiqqan o'quvchilar uchun endi bundan buyog'iga nima qilsam ekan, qayerdan nimani o'qisam ekan, qanday reja tuzsam ekan degan ko'plab savollar tug'ilayotgan bo'lsa, tabiiy holat hammada ham bo'ladi. Shuning uchun mana shunday holatda bo'lgan o'quvchilarga o'zimdan kammi ko'pmi tajribamdan kelib chiqqan holatda tavsiyalarni berib o'tmoqchiman. Avvalo, 99-topik 1 imtihonini topshirgan o'quvchilarga, ya'ni birinchi, ikkinchi daraja olish uchun imtihon topshirgan o'quvchilarga a, kerakli tavsiyalarni berib o'tmoqchiman. Bulardan birinchisi, siz endi topik olamiga ilk qadamingizni qo'ydingiz. Ya'ni topik 1 degani odatda meni topik imtihoniga qiziqishim bor. Koreys tili o'qiganman. Qani ozmi ko'pmi o'qidim, qancha o'qidim ekan degan narsani tekshirish uchun topshiriladigan imtihondir. Va qolaversa, hujjat sifatida foydalanayotgan paytimizda ham boshlang'ich darajada ozmi ko'pmi bilimimiz borligini va elchixonaga Koreya til kursini o'qish uchun hujjat topshirayotgan paytingizda topik 1 yoki 2 borligi so'raladi sizdan. Shu bilan birga topshirish kerak. Mana shunaqa bizda asosiy anglatadigan narsa koreys tiliga qiziqishimiz borligi va ozmi ko'pmi bilimimiz borligini ko'rsatib beradigan imtihondir. Va qolaversa, bu kelajakda topik 2 imtihonini topshirishda bizga foydali tajriba bo'ladi. Chunki topik 1da kelayotgan ba'zi testlar topik 2da ham takrorlanadi, murakkablashgan, kuchaytirilgan versiyada takrorlanadi. Shuning uchun birinchi o'rinda biz o'zimizni topik olamiga ilk qadam qo'yganimizni va Xudo xohlasa 30-may kuni natija chiqqanda ilk natijamizga erishgan bo'lamiz. Lekin bu shijaga pulgohada deyiladi koreys tilida, endi boshlanishi xolos. Xo'p, endi bundan buyog'iga kelgan joyingizdan boshlab koreys tili o'rganishni davom ettirishingiz kerak. Ya'ni balkim siz topik 1 imtihonini koreys tili, misol uchun Seoul-te Hangugo misolida oladigan bo'lsak, 1A 1B ni o'qib tugatib topshirgandirsiz. Balkim 2A gacha o'qib topshirgandirsiz. Balkim 2B gacha o'qib tugatib, keyin testlar yetishini o'rganib imtihon topshirgandirsiz. Endi siz ana shu koreys tilida kelgan joyingizdan davom ettirishingiz kerak. Ko'pchilik yangi o'quvchilar murojaat qilishayotgan paytlarida topik 1 topshirib chiqdim, endi topik 2 ga tayyorlanmoqchiman deyishadi. Yo'q. Topik 1 topshirib chiqqan bo'lsangiz, darhol topik 2 ni boshlash kerak degani emas. Siz avvalo topik 2 topshirish uchun, topik 2 ni testlarini tushunish uchun koreys tili bazangizni shakllantirishingiz kerak. Avval qayergacha o'qib topik 1 ni topshirgan bo'lsangiz, kelgan joyingizdan davom ettirib, 3-daraja olmoqchi bo'lsangiz, kamida 3B gacha, 4-daraja olmoqchi bo'lsangiz, kamida 4B gacha Seoul-te Hangugoni o'qib tugatib, keyin topik 2 testlarini ustida ishlashni boshlashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun siz hozirgi tavsiyam koreys tilini o'rganishda davom eting. Va shu bilan birgalikda yanada yuqori darajalarni zabt etishda davom eting. Shaxsan men hamma ham 6-daraja olishi kerak deb o'ylamayman. Siz uchun, sizga hujjat ma'nosida odatda topikni ko'proq biz o'z bilimimizni ko'rsatish yoki hujjat sifatida foydalanish uchun topshiramiz, to'g'rimi? Sizga hujjat bo'yicha nima kerak? Misol uchun, hozir bilishimcha til kursiga topshirayotgan paytda topik 1 yoki 2 so'raladi. Bakalavrga kamida 3, magistraturaga kamida 4 kerak bo'ladi. Va Koreyada o'qiyotganlar ham universitetga kirish uchun topik 3 kerak, bitirish uchun 4 kerak bo'ladi. Mana shunaqa eng zarurini olib, qolganiga aslida o'z sohanglarni o'qishni tavsiya qilaman. Chunki misol uchun topik 4-darajagacha yaxshilab o'rganib yoki Seoul-te Hangugoni ham 4B gacha yaxshilab o'rgansangiz, sizda bir koreys tilida bir o'ta jiddiy muammo bo'ladi deb o'ylamayman. Asosiy fundamentni mustahkam qilgan bo'lasiz-da, u yog'i o'z mutaxassisligingiz bo'yicha o'qisangiz ham yetarli deb o'ylayman. Shuning uchun yuqori marralarni zabt etishda ham maqsadni to'g'ri qo'yib harakatlanish kerak. Endi siz koreys tili ustozi bo'lsangiz yoki mutaxassisligingiz koreys tili bo'ladigan bo'lsa, albatta topik 6-daraja olmasdan bu yo'lni to'xtatmaslik kerak.
Biz ozroq Topik 2 haqida ham gaplashib qo'ydik. Topik 2 imtihoni 3, 4, 5, 6 daraja olish uchun topshiriladi. Va ko'pchilik yuqorida ham aytib o'tgandek, eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatolar bu Topik 1 ni topshirib chiqiboq Topik 2 ga harakatni boshlashadi va bir necha bor qayta yiqilib, nega koreys tili o'qish kerakligini bir marta tushunib, keyin koreys tilini o'rganishni boshlashadi. Xo'p, birinchi o'rinda Topik 2 imtihonini topshirib chiqqan o'quvchilar uchun imtihondan kerakli xulosalarni chiqaring demoqchiman. Chunki baribir inson dunyoda 8 milliardga yaqin odam bo'ladigan bo'lsa, 8 milliard xil xarakter, 8 milliard xil xulosalar, taxminlar bo'ladi va imtihon bizni haqiqiy holatimizni ko'rsatib beradi. Biz Topik imtihoniga tayyorlanar ekanmiz, bir kun TTG test yechganmiz, bir kun ilki test yechgandirmiz va qaysidir kuni SG bo'yicha dars qilgandirsiz. Lekin imtihon kuni hammasini bir varakayiga ketma-ket qilishga to'g'ri keladi. Ana shu jarayonda bizni haqiqiy holatimiz, darajamiz ko'rinib qoladi. Shuning uchun birinchi o'rinda kerakli xulosa chiqaradi va bu masala bo'yicha o'z ustozingiz bilan maslahatlashish kerak. Mana bu yerda umumiy tavsiya beryapman. Aniq individual tavsiyani esa o'z ustozingizdan olishingiz kerak. Sababi ustoz bizga chetdan nazar soladi. Biz koreys tilida bir ajoyib ibora bor. Bizning orqamiz, ya'ni ortki tomonimiz ortdagi insonga ko'rinadi, menga emas degan gap bor. Ya'ni meni kamchiliklarim o'zimga yaxshi ko'rinmaydi. Mendan boshqalarga meni kamchiligim yaxshi ko'rinadi degan ma'no bor. Va bu boshqalarning ichidagi eng yaxshisi bu ustozingizdir. Ustoz bilan maslahatlashib, imtihonda menda shunday holatlar bo'ldi. Bu yoqqa yana davom ettirmoqchiman. Nimani tavsiya qilasiz deb ustozning tavsiyasini eshitib, ana shu tavsiyaga ko'ra ish ko'rishni tavsiya qilaman. Keyingisi kamchilik nimada ekanligini aniqlang. Ko'pchilikda odatda tarjima qobiliyati, ya'ni koreys tili bazasi kamligidan muammo bo'ladi. Misol uchun 3A gacha ham chala-chulpa o'qib yoki faqat so'z va grammatikalarni o'zini yodlab Topik imtihoniga kirib ketishadi. So'z va grammatikani o'zini yodlaganingiz bilan siz TTG ilki STGlar shug'ullanilmagan bo'lsa va kamida bir 3B gacha tugatmagan bo'lsangiz, qanday qilib 3-daraja so'z va grammatikalarni testda tushuna olasiz? Qanday qilib 3-daraja matnlarni tarjima qila olasiz? Qanday qilib 3-daraja darajasidagi TTGni tushuna olasiz? Misol uchun 98-Topik imtihonida, ya'ni adashmasam 19-may kuni bo'lgan edi shekilli, yanvar kuni bo'lgan edi shekilli, 52 sigida pidongsa va sadongsa, ya'ni majhul nisbat va orttirma nisbat grammatikalar tushdi. Bu narsa koreys tilida Seoulde Hangugo 3B da o'rgatiladi. Ana buni bilmasdan turib, siz qanday qilib sigida bu grammatikadan foydalanasiz? Va o'tgan 99-Topik imtihonida 52 sigida hali buni SG kanalimizda dars sifatida ham o'tamiz, muhokama qilamiz. 4-daraja grammatika keldi. Seoulde Hangugo 4A da o'rgatiladigan grammatika keldi. Mana bulardan bexabar bo'la turib, siz har qancha test etish texnikasini o'rganganingiz bir pulga qimmat bo'lib qoladi. Ya'ni koreys tili bazasi bu ovqat misolida ko'radigan bo'lsak, masalliq vazifasini bajarib beradi. Test etish texnikasi esa oshpazlik mahoratidir. Siz zo'r oshpazlik mahoratini o'rgandingiz. Dunyodagi eng yaxshi Topik test etish texnikasini o'rgatadigan professordan dars oldingiz. Eng yaxshi kitobdan test etish texnikasini o'rgandingiz. Lekin sizda ana shu texnikani qo'llaydigan baza bo'lmasa, masalliq bo'lmasa, quruq qozon va kapgurdan ovqat qilib bo'lmaydi. Bir natijaga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ovqat qilinar ekan birinchi nima yig'iladi? Masalliqlarni qo'yib olinadi. Piyoz, kartoshka, sabzi, go'sht, tuz, yog' qilib olib kelib olinadi. Shuning uchun siz ham birinchi o'rinda o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ovqat, o'zingiz erishmoqchi bo'lgan darajadagi koreys tilini o'qib, o'rganib, keyin oshpazlik mahoratiga murojaat qilganingiz to'g'ri bo'ladi. Keyingisi testga qanday yondashishni bilmaslik. Odatda koreys tili bazasi yaxshi bo'ladi. Misol uchun 4B gacha yaxshi o'qib tugatgan bo'lsa-da va
testlarni tushunyapsiz, ma'nosini 70% dan yuqori tushunyapsiz. 100% bo'lmasa-da 70-80% tushunyapsiz, lekin test yechasizda xato chiqaveradi. Bu narsa siz shartga qanday yondashishni bilmasligingizni ko'rsatadi. Misol uchun, Topik 2 imtihondagi tadqiq testini oladigan bo'lsak, birinchi savol boshqacha yondashuvni talab qilsa, ikkinchi savol mutlaqo boshqacha. Uchinchisi esa undan ham boshqacha yondashuvni talab qilib boradi. 4, 5, 6, 7, 8 da boshqa narsaga e'tibor qaratish kerak. 9, 10, 11, 12 da boshqa narsa izlanadi. Ya'ni siz hammasiga bir xil yondashaversangiz, sizni yondashingiz to'g'ri kelgan shartlarda to'g'ri topib, sizni yondashingiz to'g'ri kelgan shartlarda xato topib qo'yaverasiz. Shuning uchun koreys tili ba'zilaringizda muammo bo'lmasa-yu, sizda ko'p xato chiqayotgani bu qaysi shartga qanday yondashish, nimani izlash, nimani belgilash kerakligini bilmasligingizdan kelib chiqadi. Buning uchun esa Munje Yuhyon, ya'ni topik imtihonda chiqadigan masalalarni, shartlarni yondashuv texnikasini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Va shunga mos qo'llanmalarni topishingiz kerak. Misol uchun, O'zbekistonda eng mashhurlardan biri bu Hapkok Leshpi. Hapkok Leshpi kitobi sizga koreys tili o'rgatmaydi. U Soulte Hangugo kabi koreys tili bazasi o'rgatiladigan kitobda o'rganganlaringizni qanday qo'llashni o'rgatadi, xolos. Aytishingiz mumkin, ustoz, unda ham grammatikalar bor-ku, unda ham so'zlar bor-ku deyishingiz mumkin. Ha, u grammatikalar dars sifatida o'tilmagan, takrorlash ma'nosida. Siz shuncha payt koreys tili o'qib keldingiz. Topik 1da birinchi savolda mana bu grammatikalar ko'p tushadi, takrorlab chiqing. 2da mana bu grammatikalar ko'p tushadi, takrorlab chiqing degan ma'noda beradi. Lekin u yerdagi iu deb yozib qo'ygan sababni ifodalaydi degan bitta so'z bilan u grammatika mohiyatini bila olmaysiz. Shuning uchun ko'pchilik koreys tilini qaysi kitobdan, bir daqiqa, koreys tilini qaysi kitobdan o'rgangansiz desam, Hapkok Leshpi deyishadi. U test yechish texnikasini o'rgatadigan kitobdir. Takrorlayman, sizda koreys tili bazasi bo'yicha muammo yo'q deb hisoblasangiz yoki va testlarning mazmunini 70-80% tushunayotgan bo'lsangiz va ko'p xato chiqayotgan bo'lsa, bu mana shunaqa Hapkok Leshpi va Kul Topik degan kitob ham bor. Unda ham juda yaxshi test yechish texnikalari o'rgatilgan. Ana shunaqa qo'llanmalar. Mana bu shartda ko'proq mana bu narsa topiladi deb u yerda tushuntirib qo'yilgan bo'ladi. Biroq u yerdagi ma'lumotlar ko'p darajada yozilgan, yuqori darajadagi so'zlar bilan, mazmun bilan yozilgan. Shuning uchun odatda Munje Yuhyonni yechish texnikasini, test yechish texnikasini o'rgatadigan kitoblarni ustozni qaramog'ida o'rganmasa, mustaqil o'rganib bir natijaga erishish qiyin. Qaysi shartga qanday yondashishni. Shuning uchun iloji boricha nafaqat Hangugo qo'llanmalarini ham, Munje Yuhyonlarini, test yechish texnikalarini o'rgatadigan kitoblarni ham albatta ustoz nazorati kerak deb o'ylayman. Keyingi masala. Ba'zi bir o'quvchilar bo'ladi, kam toifa o'quvchilar bo'ladi. Ularda koreys tili bazasidan jiddiy muammo bo'lmaydi. Testlarning mazmunini yaxshi tushunishadi. Va qaysi shartga qanday yondashishni, 1 dan 50 gacha bo'lgan hamma shartga qanday yondashishni ham bilishadi. Lekin ularda tajriba kam bo'ladi. Ya'ni bir paytlari 4, 5 olib qo'yishganda, shu bo'yi test yechish tajribalari yoddan ko'tarilib qolgan. Misol uchun, siz zo'r futbolchi bo'lishingiz mumkin, zo'r boksyor bo'lishingiz mumkin yoki zo'r sprinter, ya'ni yuguruvchi bo'lishingiz mumkin. Lekin mashg'ulot olib borib turmasangiz, siz bir paytlardagi zo'r sportchi maqomingizni yo'qotasiz. Xuddi shunga o'xshaydi. Lekin bir paytlar zo'r sportchi bo'lgan odam ozgina mashg'ulot o'tkazsa, o'zining eski darajasini tiklab, yanada o'sa oladi. Bu narsa topikda ko'rib chiqadigan bo'lsak, koreys tili bazasi va test yechish texnikasi yaxshi bo'lganlarda kyonghom tajriba yo'qotilgan bo'ladi. Ana shuni qayta tiklash uchun yoki sizda ikkalasi yaxshi foydalana olardingiz-ku, biroz tajriba kamlik qiladi. Turli xil testlarda qayerda javob yashiringanligini topish tajribasi kamlik qiladi. Bunday o'quvchilarga esa Shilchon Moikosa testlarini yechish
Shiljon Mo'ykosa, ya'ni mock test deyiladi O'zbekistonda. Mana shunaqa mock test kitoblarini xarid qilib, shularda test etish foydaliroqdir. Odatda buning uchun albatta ustoz shart emas, chunki siz Hangugoni ustozini nazoratida o'qidingiz. Munja ham test etish texnikalarini ustozni nazoratida o'qish talab etiladi. Lekin uchinchisi faqat tajribani o'zi yetishmayotgan o'quvchilarda esa o'zlari shunaqa test etish kitoblarini xarid qilib ham bemalol tajribalarni oshirishsa bo'ladi. Bunday misollarga eng yaxshisi yuqorida test etishni o'rgatadigan Kul Topik degan kitobni aytib o'tdim. Ana shu kitobda nafaqat test etish texnikasi o'rgatilgan, qolaversa, uni ichida 5 ta test ham bo'ladi. Biz koreys tili maktabimizda dars etish qo'llanma sifatida ham faol foydalanamiz. 5 ta testi bor ichida. Ikkalasiga ham javob beradigan kitob deyishimiz mumkin, shuning uchun o'rtasiga qo'yapman. Va agar bu ham kamlik qiladigan bo'lsa, bir daqiqa. Master Topic Master degan kitob bor, bilsanglar. Ko'p joyda buni PDF-ni eski versiyasi ko'p tarqalgan. Lekin bu kitobimizni 2024 da chiqqani bor. Yerini aniq ko'rib beraman. Yo'q, 2023-yilda chiqqan ekan. Shu 83-topik imtihonida ba'zi shartlar o'zgargan. Misol uchun ilki 20, 22 va 24-savollar o'zgargan. Xuddi shu o'zgargan topik imtihoni testlaridan kelib chiqib tuzilgan ichida 10 ta testi bor. Ana shuni yechgandan so'ng xatolarni qayta ko'rib chiqib ham siz birinchi o'rinda eski darajangizni qayta tiklashingiz va yangi darajaga chiqishingiz mumkin. Buning uchun esa shu testlarni yechib, keyin bitta hammasini xatolarini tekshirib, xatolarni qayta ko'rib chiqish orqali eski darajani tiklash mumkin deb o'ylayman. Xo'p, keyingisi kamdan kam. Aslida 3-kategoriyaga to'g'ri kelgan o'quvchilar juda kam bo'ladi. Mana bu yerdagi test etish tajribasi yetishmaydigan o'quvchilar kamdan kam bo'ladi, chunki avval ular ancha mehnat qilib bir darajaga erishib bo'lgan, faqat shuni oshiradigan o'quvchilar bo'ladi xolos. Lekin undan ham kami imtihonni topshirib chiqib, ko'ngli to'q bo'lgan o'quvchilar. Men 4 ga harakat qilgan edim, taxminan 4 chiqsa kerak. Men 5 ga harakat qilgan edim, 5 ga tortadi deb o'ylayman natijamni deb hisoblaydigan o'quvchilar bo'lsa, endi topikni to'xtatib, bu yog'iga nima sababdan o'z topikni o'qiganingiz, ana shu sababni, maqsadini amalga oshirish uchun harakat qilishni boshlasangiz ham bo'ladi deb o'ylayman. Lekin aniq ishonchingiz komil bo'lmasa, test natijasini kutib 40 kun yo'qotmasdan davom etishingiz kerak. Chunki 40 kun to'xtab qoldi degani sportchi misol bilan aytganda 40 kun mashg'ulot olib bormadi degani. 40 kundagi mushaklar qotib qolgani kabi bizni miyamiz ham miya mushaklari, miya nerv hujayralari qotib qolgan bo'ladi. Uni yana uyg'otishingiz uchun eski darajangizga chiqib olish uchun birinchi o'rinda eski darajaga chiqib olish kerak. Ba'zilar menda 4 bor, menda 5 bor, shuni 6 qilishim kerak deyshadi. Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda biz eski darajamizni tiklashimiz kerak. Bu 4-5 1 yil oldingi natija, 2 yil oldingi natija. 2 yil avvalgi bilimingizni isbotlaydi bu. Shuning uchun birinchi o'rinda eski darajaga chiqib olib, keyin yangisiga harakat qilinadi. Ko'nglingiz to'q bo'lsa, boshida ham aytib o'tdim, sizga hujjat sifatida topik 4 kerakmi? 4 gacha o'qib, u yog'i o'z mutaxassisligini o'qish kerak deb o'ylayman. Bizning sohamiz, koreys tili maktabimizda 90% o'qituvchilarining sohasi koreys tili. Bakalavrda mutaxassislik sifatida koreys tilini tahsil olamiz yoki bir nechta o'qituvchilarimiz ingliz tilida o'qishadi. Umumiy til bo'lganligi uchun metodlari o'xshash, faqat boshqa til xolos. Shuning uchun ingliz tilida o'qiydigan mutaxassislik ingliz tili. Mutaxassislik deganda koreys tilini o'qib olgan emas, bakalavr yoki magistraturadagi diplomi tili bo'lgan o'qituvchilar faoliyat yuritishadi bizda. Bunday insonlar
6-daraja to'xtamaslik kerak. 6-daraja olishsa ham to'xtamasliklari kerak. Nega? Davomiy tarzda topikni, koreys tilini o'rganishda davom etish kerak. Chunki ilmda cho'qqi bo'lmaydi, faqat kechagindan ko'ra yaxshiroq men bo'lish mumkin, kechadan ko'ra. Shunga ko'ngli to'qlar bu yog'iga aslida men ham shunga ko'p tavsiya qilaman. Bu safar 4 chiqsa kerak, 4 ga o'zi eng boshida ko'pchilikdan so'raymiz, nima maqsadda bu darslarni olyapsiz deb. Shu menga 4 kerak, bitirishim uchun yoki o'qishga kirishim uchun 3 kerak, vizamni cho'zdirishim uchun unday daraja kerak deb aytishadi. Shunga erishganligingizni his qilsangiz, to'xtatib u yog'iga o'z sohangizni davom ettirishingiz kerak. Chunki sizning sohangiz koreys tili emas, IT bo'lishi mumkin. Menejmentga bo'lishi mumkin, psixologiya bo'lishi mumkin. U yog'iga o'z sohangizga oid koreys tili bo'ladi o'zi. Shu sohaga ixtisoslashgan koreys tili bo'ladi. Ana shu yoqdagi sohangizga moslashgan so'zlarni yodlaganingiz yaxshi. Misol uchun men zavod va fabrikalarda ishlatilgan so'zlarni yaxshi bilmayman. Nega? Meni soham emas u yer. Men injineriya sohasidagi so'zlarni yaxshi bilmayman. Meni soham emas. Topik 6si bor degani yoki koreys tili ta'lim sohasida o'qiydi degani hamma sohani so'zlarini zo'r biladi degani emas. Masalan, fizikani so'zlarini yaxshi bilmayman koreys tilidagisini. Lekin o'z tilimizdagi, o'z sohamizdagi ega, sifat, fe'l, ot, kesim kabi narsalarni farqlaymiz yaxshi. Bularni ajratamiz, chunki bu bizning mutaxassisligimizdir. Asosan shulardan iborat edi. Asli bularni o'zim ham bilardim deyishingiz ham mumkin, lekin odam ba'zan o'z ichidagi fikrlarini boshqa odamdan eshitsa, yana bir bor to'g'ri fikrlayotganligini tasdiqlab olishi ham mumkin deb o'ylayman. Asosan tavsiyalarim shulardan iborat edi. Endi 3 kishini savoliga javob beraman. Iloji boricha ko'pchilikka foydasi tegadigan savol bo'lsa, yanada yaxshi bo'ladi. Xohlasa mikrofon yoqib savol beramiz. Chatdagi savollarni ba'zilarini mazmuniga tushunmayapman. Alo, telefonda gaplashmayapmiz-ku. Savollaringiz bo'lsa eshitaman. Kimda nima muammo bor? Yuqorida aytib o'tilmadi-yu, sizda uchraydigan bir muammo bor. Maksimal darajada turli xil o'quvchilarni vaziyatlari taxminan shunaqa, shu toifadagi o'quvchilar bo'ladi deb tuzib chiqdim. Aytgancha, yuqorida aytib o'tgan kul topikni men tavsiya qilgan versiyasi bilan master topikni 3-raundi bor. 3-bosmadan chiqqani 2023-yilga bularni Koreyadagilar Kupang dasturi orqali xarid qilishini mumkin, programmasi orqali. Men linkini asosiy kanalga tashlab qo'yaman. Rasmidan ko'ra link orqali osonroq topasizlar. Kupangdan. Savollar bo'lsa eshitaman. Mohira Bonushi, yaxshi, darslarga omad. Adashmasam, siz bilan gaplashgan edik. Ramziddin bergan video darsliklarimni ko'ryapsizmi? Muhammad Aziz savol bo'lsa eshitaman. Ovozingiz kelmayapti. Menda muammo bormikin? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ustoz, savolim bor edi. 1-mayga registratsiya qildim-da. Nechanchi? Topik 2. O'shanga hozir
boshim qotib qolganda ko'proq o'sha video darsliklar ko'rsammi yo so'z yodlasammi, test yetsammi, Hmm. eng ma'qul yo'l nima deb o'ylaysiz? Hozir testlar uncha yaxshi chiqmayapti-da, o'shanga ozgina vaqt qoldi. O'shanga nimani tavsiya berasiz? Ko'proq nima bilan shug'ullanish kerak? So'z yodlash kerakmi yoki test yechish usullarini o'rganish kerakmi? Hmm. Yuqorida aynan shular bo'yicha tavsiya berib o'tdim. Hozir sizdagi vaziyatni aniqlash uchun a, o'zi maqsadingiz nechanchi daraja edi? 4 olmoqchimanda, 4. Koreys tilini qaysi kitobdan nechanchi darajacha o'qigansiz? Soltedan o'qiganman. 2 tugatganmiz, undan keyin testga tayyorlanganmizda. Qayerda sizni kim 2 tugatganingizdan keyin 4-daraja tayyorlashni boshladi? O'sha bitta o'quv markazida o'sha majbur edik, tayyorlanuvdik-da. Tushunarli. Avvalo, tushunaman. Qisqa vaqtning ichida tez natija ko'rsatgimiz keladi. Hamma har xil holat, vaziyatni tushunaman, lekin bu narsa ko'p ham ilmda ish beravermaydi. Xuddiki narvonsiz tomga chiqishga urinayotgandek odam holati bo'ladi bu. Chunki 99-topik imtihonga kirdingizmi apreldagi? 13-apreldagi. Unga chiqmadim, yo'q. Mm. Chiqmoqchi edim, отказ olib qoldimda, o'shanga faqat mayga qilganman. Tushunarli. Avvalo, asosiy aybdor bu yerda o'qituvchingiz. O'qituvchi to'g'ri ko'rsatma berishi kerak o'quvchiga. Hali sizda koreys tili bazasi topik 2 ga tortmaydi, topik 2 ga yetmaydi. Siz avvalo koreys tilini o'qib tugatib, keyin registratsiya qilsangiz to'g'ri bo'ladi deb maslahat berish kerak edi. Bu nimani ko'proq tosh ko'tarish, ya'ni shtanga ko'taradigan mashg'ulotga o'xshataman. Murabbiy hali shogird tayyor bo'lmasdan turib 100 kiloli toshni ko'tartirmasligi kerak. Shogird qiziqqon bo'ladi. Qiziqadi 100 kiloli toshni ko'taraman, uddalayman ustoz deb, murabbiy uddalayman deydi, lekin murabbiy o'z shogirdini bilishi kerak. Hali u toshni ko'tarishga tayyormi, tayyor emasmi? Lekin hali shogird tayyor bo'lmasdan turib, mayli, bir harakat qilib ko'r deb murabbiy ruxsat berib yuboradigan bo'lsa-yu, shu shogird ko'tarib, u bu yerni sindirib oladigan bo'lsa, butun umr shug'ullana olmaydigan bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi qaytib tosh ko'tara olmaydigan, qo'lini sindirib oladigan bo'lsa, hali tayyor bo'lmasdan turib. Mana shu holatda men qiziqqon, havaskor shogirdni emas, bunga ruxsat bergan ustozni aybdor deb bilaman. Birinchi o'rinda hozir kelib sizni holatingizdagi muammoni, testlarni, topik 2 ni testlarini ko'rdingizmi? Ko'rdim testlar. Murakkablik darajasini ko'rdingizmi? Murakkabroq. Ana shu narsa mazmunini tushunishda qiynalgan asosiy sabab sizda hali koreys tili bazasi yo'q. Siz 3-4 daraja ovqat qilishingiz uchun masalliq yo'q. Sizda qozon va kapgur bor. Qozon topik imtihoni. Kapgur bu o'qituvchingiz. Qanday ovqat qilishni o'rgatadigan. Lekin masalliq yo'q. Taqiri tuqur bo'ladi xolos, qozon bilan kapgur bir-biriga urilib. Tushunyapsizmi? Asosiy muammo ustoz. Shu yo'ldan, noto'g'ri yo'ldan qaytara olish kerak. Lekin misol uchun biz koreys tili maktabimizda koreys tili bazasi yetmaganlarni topik guruhga olmaymiz. Koreys tili o'qib, keyin topik guruhga o'tsangiz bo'ladi deymiz, lekin ko'pchilik baribir meni uncha vaqtim yo'q deb ketishadi. Lekin pul to'laydilar-ku deb topik guruhga o'tkazib yubormaymiz, to'g'ri tushuntiramiz. Va qizig'i, xuddi shunaqa qaytargan o'quvchilarimiz imtihondan keyin qaytib kelishadi. Shuni to'g'ri aytgan ekansiz deb. Afsuski, o'zbekchilik bir marta borib, devor ko'rinib turgan bo'lsa-da boshimiz urib, og'rig'ini his qilgandan keyin qaytamiz orqaga. Ko'rinib turgan bo'lsa-da, o'tib ketib qolishim mumkin-ku degan fikr bo'ladi ko'pchilikda. Tushunyapsizmi? Xuddi shunaqa muammo yarmi, asosiy 70% o'qituvchida, 30% sizda ham bor. Hali ba'zingiz yetmasdan turib, maslahatlashmasdan turib balkim registratsiya qilib, meni tayyorlang degandek boriladi talab qilib. Shuning uchun 30% ayb sizda ham bor. Ochig'i, hozirgi holatingizda men bir narsa deya olmayman. Aslida nima maslahat berasiz, ustoz?
Topik testlarini to'xtatib koreys tili o'rganing desa ham, ertangi imtihoningizga foyda yo'q. Lekin hozir test yechinishidan so'z yodlang desa ham bir narsa qiyinda, faqat so'zni o'zini yodlash bilan. U test yechish texnikasini, ko'nikmasini o'rganish kerak. Menimcha yagona yo'l yakka tartibda ustoz topishingiz kerak. Birgalikda test yechib, birgalikda muhokama qilib yoki guruh offlayn o'qiyotgansiz shekilli, o'quv markazi deb aytyapsiz. O'qiyman, o'quv markazi. Tushunarli. O'quv markazida eng yaxshi o'qiydigan o'quvchilarga, koreys tili bazasi kuchli o'quvchilarga yaqinroq yurib, keling mana bu testni birga tahlil qilaylik deb, kichik bo'lsa ham, uka bo'lsa ham, singil bo'lsa ham, keling mana shuni birga tahlil qilaylik, ozroq yordam bering deb, undan bundan yordam olib, darsdan tashqari ham ko'proq ishlashga harakat qiling. Hozir o'z ustingizda ishlang desam, baribir foydasi kam, chunki ichidagi mazmunni tushunishda qiynalasiz-da. Sizga yordamchi kerak. Yakka tartibdagi o'qituvchi bo'lsa, alohida siz bilan ishlaydigan yaxshi. Lekin bunday o'qituvchini topish juda qiyin, topsangiz ham juda qimmat bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha guruhdoshlaringizdan faol foydalanib, ba'zilar misol uchun darsga 1 soat ertaroq kelib, darsdan 1 soat kechroq keting, ertaroq kelganlar bilan quruq gap sotishmasdan, gap sotadiganlar mayli gaplashib turaversin, tortib, kel 5 daqiqa bo'lsa mana bu testni ko'raylik deb, mana shunaqa hamrohlar bilan koreys tili bazasi, test yechish texnikasi kuchliroqlar bilan birga shug'ullanishga harakat qiling. Va o'ylayman, imtihondan keyin baribir koreys tili o'qishingiz kerak. Koreys tili bazasi o'qiyman. Yiqmasdan aniq yechim topish qiyin. Bu hozir o'ta chorasizlikda nimadir qilishga yechim xolos. Yechim emas bu, shunchaki ilojsizlikdagi yo'l, variant xolos, yechim emas. Xo'p, keyingi savolni eshitaman. Assalomu alaykum ustoz, ovozim boryaptimi? Va alaykum assalom. Ha, endi kelyapti. Alloh rozi bo'lsin ustoz, vaqt ajratib darsdan tashqari bizga tavsiya berganingizga rahmat. Men savolimni berishdan oldin yuqorida Ma'rufjon degan akamizga kichkina tavsiya berib ketmoqchi edim. Maylimi, xo'p siz? Eshitamiz. Agar eshitayotgan bo'lsa, men Zafarjon ustozga topik tur bilan kelganman. O'shanda topik darajam tur bor edi, adashmasam qanchadir bo'ldi bunga. Xo'sh, oxirgi marta 2 marta 5 chiqdi. U 5 chiqib to'g'risi 5 topik tur bilan kelgan bo'lsam, maqsadim 6 da. Hozir ancha vaqt bo'ldi. Faqat manda o'zim tayyorlansam, haligi nima bo'ladi. Dars qilmay qo'yish, haligi dangasalik hammada bo'ladi-yu, shunaqa nimalar ko'proq chalg'ib qoladi. Men ustozga kelganimdan keyin qisqa vaqtda men topik turdan hozir mana ilk tikkilarim ustoz biladi 90 plus minus chiqyapti-da. Ko'proq 90 plus chiqyapti. Ilgidan ham, tikkidan ham topik 2 da. Sigiyim necha pastroq. Hozir biz ustoz bilan shu topik 6 ga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa shu mayga maqsadimiz bor, shu yuqori darajani olish. Agar sizdan shunaqa yaxshi o'qituvchi topolmayotgan bo'lsangiz, Zafarjon ustozni mahkam ushlang, qisqa vaqt emas o'sha. O'zingiz u yoqda bu yoqda yurgandan tezroq maqsadingizga borasiz. Mani tavsiyam bu. Men savolga o'tadigan bo'lsak, ustoz, mana bu bizda endi mana bu topik testlari endi xudo xolasa tugayapti. Mana bu koreyslarda sunung bor-ku, sunungdagi shu guko sectionidagi mana shu testlar bizni koreys tilimiz bilan qandaydir bog'liqmi? Misol uchun keyinchalik topik oltini uradigan bo'lsak, shunday biz o'zimiz o'qituvchilar endi bu haligi oxiri yo'q-ku, o'shanga ham sunung yechib, haligi sunungdagi guko munjejilar o'sha nimalar bilan shug'ullansak bo'ladimi yoki biz bilan aloqasi yo'q narsami? Shu Pyongsoda ko'p o'ylayman-da shu narsani. Shunga sizni fikringizni bilmoqchi edim. Avvalo, kimdir qayerdadir o'qish masalasi bo'yicha gapiradigan bo'lsam, birinchi fikrlaringizni yana qo'shimcha fikr bildirib o'tib ketaman. Keyinchalik koreys tilidan kurs olayotgan paytingizda kimgadir onlayn, kimgadir offlayn kurs qulay. Birinchi o'rinda onlayn va offlaynning bir-biridan farqi. Biz faqat onlayn faoliyat yuritamiz.
onlayn bilan offlaynni bir-biridan farqi, ustun va kamchiliklari haqida alohida dars o'tamiz. Dars ham bor edi-yu, bu yana bir bor takomillashtirgan holatda o'tamiz va keyinchalik mana shu kanalimizda to'g'ri ustoz tanlash bo'yicha ham tavsiyalarimni berib o'taman. Ana shu paytda yana bir bor hisobga olsanglar bo'ladi. Keyingisi Suning Xiaom degani bilmaydiganlar uchun qo'shimcha ma'lumot. Koreyada maktab o'quvchilari maktabni bitirayotgan paytda topshirishadigan imtihon va mana shu maktabni bitiruv imtihonida yig'ishgan ballariga qarab kuchli, o'rtacha va unchalik nima desam bo'ladi, kuchli bo'lmagan universitetlarni tanlay olish huquqi shunga qarab belgilanadi. Universitet maktabni yakuniy bitiruv imtihonida olingan baliga qarab. Shuning uchun bu xuddiki universitetga kirish imtihonidagidek gap deb tushunsanglar bo'ladi. Endi sizni o'zingizning savolingizga keladigan bo'lsak, Kugo bilan Hangugo bir-biriga yaqin narsa, lekin farqi ham bor. Kugo degani ona tili degani, Hangugo degani koreys tili degani. Kugo degan fanni koreys o'z ona tilisini o'rganadi. Shuning uchun bu Kugo degan dars koreys uchun tuzilib chiqilgan dars bo'ladi. Va ko'p jihatlari koreyslarning jihatidan kelib chiqib qaralgan. Ya'ni hamma koreyslar ba'zi narsalarni umumiy biladi. Kimdir tushuntirish shart emas. Shunchaki koreys bo'lgani uchun biladigan ma'lumotlari bo'ladi. Ana shularning fonida yaratilgan bo'ladi. Misol uchun, shaxsan men o'zim ham universitetda darslar olar ekanman. Ba'zi professorlarimiz Kugoga ixtisoslashgan professorlar ko'p masalaga koreyslarning nigohi bilan qarashadi. Va chet ellikni nigohi bilan savol bergan paytimda javob bera olmay qolishadi. Shunchaki koreyslar shunaqa deyishadi. Misol uchun, koreys tilida R harfi ham bor, L harfi ham bor. Nega unda misol uchun R harfini talaffuz qilish imkonsiz narsa emas. Qila olishadi, lekin nega patchinda kelgan paytida R deb talaffuz qila olinmaydi? Misol uchun o'zbek tilida buni imkoniyati bor deb savol bergan paytimda hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Shunchaki koreyslar patchinda L ni talaffuz qila olishmaydi deb professor javob beryapti. Chunki ayb professorda emas, chunki professorlar baribir koreysning nigohi bilan koreys tilini o'rganishadi. Shuning uchun maktabdagi Kugo Shixon bilan Hangugo orasida farq bor deb o'ylayman. Va biz koreys tili o'qir ekanmiz, sizni ham misol uchun kelajakda koreys tili mutaxassisi bo'lib yetishib boradigan bo'lsangiz, asosiy dars beradigan yo'nalishingiz koreyslar bo'lmaydi, Kugo bo'lmaydi. Asosiysi chet elliklar va ayniqsa o'zbeklar bo'ladi. Bunday nigohda biz Hangugoni o'rganishimiz to'g'ri bo'ladi, chunki Hangugo chet elliklarning nigohidagi koreys tilidir. Men darslarni o'qib borar ekanman, har bir o'qituvchidan nimanidir o'rganaman, lekin bir professorga to'liq qarashlarga yopishib olmayman. Har bir professorni misol uchun qaysidir professordan o'quvchilar bilan ishlashni o'rganadigan bo'lsam, qaysidir professordan nima desam bo'ladi, o'zaro ilm olayotgan paytda qanday yondashish kerak, ana shunaqa narsani ham o'rganib boraman, lekin birorta professorni to'liq qo'llab-quvvatlamaganman. Ba'zi professorlar juda chuqurlashtirib yuborishadi. Misol uchun, bitta professor bor, tadqiq bo'yicha dars uni nazari bilan dars o'tiladigan bo'lsa, tadqiq darsini o'zi, misol uchun, Savolda Hangugoda tadqiqni o'zi 1 soat darslik bo'ladi. 1-1,5 soat dars o'tish kerak degandek nazarda bo'ladi. Lekin asli real hayotda buni iloji yo'q. Bir kuni Oqbek Munpop maraga o'tilsa, bir kelasi kuni tadqiqga o'tiladi dars jarayonida. 4 soatning ichida. Lekin tadqiqni o'zi 1 soat, 2 soat bo'lib ketadigan bo'lsa, buni iloji yo'q. Ana shunaqa biz kimmiz, kelajakda kim bo'lib yetishamiz va kimlarga dars beraman degan nigoh bilan qarab, koreys tilini o'rganib borganingiz yaxshi. Kugoni ham o'tadigan bo'lsangiz, ba'zi masalalarda chalg'iysiz. Misol uchun, Hangugo Munpoplon degan kitobim bor, ana shu kitobni o'qir ekanman. Bu grammatika Kugo Kyoguaso deydi. Maktablardagi, Hakkiyodagi Kugo koreys ona tili qo'llanmalarida boshqacha jihatda yoritilgan, lekin biz mana bu nuqtai nazardan qaraymiz deb yozilgan. Ko'p Hangugo Kyoik hakkimani qo'llanmalari ko'p ham Kugoga to'g'ri kelavermaydi.
Va yana bir narsani unutmaslik kerakki, bizni fanimiz koreys tili ta'limi yoki koreys tili sohasi mutaxassisligi bu gumanitar fan. Gumanitar fan osonroq gapirsa aniq bo'lmagan fan. Har bir insonni nuqtai nazaridan kelib chiqib farqlanadigan. Misol uchun, koreys tilida so'nggi paytda eng katta muhokama bo'layotgan narsa sifat degan narsa yo'q, faqat fe'l bor. Harakat fe'llari bor, holat fe'llari bor deb qarashadi. Yarim mutaxassislar koreys tilida sifat va fe'l bor deydi. Yarimlari esa yo'q, faqat fe'l mavjud. Ba'zi fe'llarimiz harakatni ifodalasa, ba'zilari fe'lni ifodalaydi. Tongchak tongsa, sangte tongsa deyishadi. Holat fe'llari, harakat fe'llari deyishadi. Xuddi shuni singari bizning fanimizda aniq belgilab qo'ygan me'yorlar yo'q. Ana shunisi murakkab. Matematikada aniq 2 × 2 4. Hech kim bahslashmaydi bu masalada. Lekin koreys tilida hamma narsa bahsli va har bir o'qituvchini nazari bilan qaralaradi bu narsaga. Shuning uchun bizning koreys tili maktabimiz tuzilgan paytda ham dars taqvimimiz tuzilar ekan, har bir darajada o'qituvchi almashadi. Birinchi darajada boshqa o'qituvchi, ikkinchi darajada boshqa o'qituvchi dars berib boradi. Shunga bu bilan nimaga erishmoqchimiz? Biz bitta o'quvchi faqat bir insonning nuqtai nazari bilan cheklanib qolmasin. Har bir darajada har xil o'qituvchilarni o'rganib, koreys tiliga har xil nigohdan, har xil nuqtai nazardan qarasin degan qarashdamiz. Shaxsan men o'zim ham Jeonbuk Milliy universitetini koreys tili maktabida o'qir ekanman. Ana shu joyda har darajada ikkita o'qituvchimiz bo'lardi va darajadan darajaga o'qituvchilar almashib borardi. Va har bir darajada men har bir ustozdan har xil narsa o'rganganman. Hozirgi kunimga kelgunimga qadar. Qayerdan qayerga ketib qoldik-ku, lekin muhimi siz o'qiyotgan adabiyotlaringizga, qo'llanmalaringizga qarab, shu tarafga qarab ketib qolasiz, yondashib ketib qolasiz. Shuning uchun qaysidir qo'llanma yoki universitetda o'qib borar ekansiz, fan tanlayotgan paytingizda ham, diplom ishlaringizda ham birinchi o'rinda men kimman, qaysi mutaxassisman, qaysi sohada mutaxassisman, kimlar meni o'quvchim bo'ladi deb qarash kerak deb o'ylayman. Bo'lmasam boshqa tarafga qarab ketib qolamiz. Misol uchun, har darsda men koreysni nigoh bilan emas, bir o'zbek koreys tilini tushunmaydigan odam nigoh bilan qarab professorga savol berdim. Chunki men ertaga xuddi shu savollarni o'zbeklardan eshitaman degan nuqtai nazardan qarayman ko'p narsaga. Shunga qarab fan tanlayman. Juda uzoq va foydali ma'lumotlar bo'ldi deb o'ylayman. Ancha kech bo'lib qoldi. Xudo xohlasa boshqa gal yana boshqa mavzular bo'yicha suhbatlar olib boramiz. Bugungi darsga o'z vaqtida ishtirok eta olmagan yoki ishtirok etgan bo'lsa-da internet muammosi sabab yoki turli xil sabablarga ko'ra yaxshi tushuna olmaganlar bo'lsa, yozib olingan videoni albatta Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar.